kompyuterda to'g'risini aytsam mishkasini ushlashni ham bilmasdim. Men Dadajonova Shohista Apple akademiyasiga 2 oy oldin o'qishga keldim. Men kompyuterda to'g'risini aytsam mishkasini ushlashni ham bilmasdim. Bolalarim kompyuterdan foydalanishga ham qo'rqardim, chunki yana bir nimasini o'chirib yuboramanmi, buzib qo'yamanmi deb. Lekin bu yoqqa kelib o'zimga bo'lganini ham topdim. O'zimga uverenlik topdim. O'qituvchilardan juda ham xursandman. Meni ustozim Elbek bo'ldilar. Qo'shimcha darslarda Qudratilla, Bobur, yana boshqa bir qancha o'qituvchilar menga yordamlashdi o'zlashtirishimga, chunki meni yoshim 55 yoshda. Men o'zlashtira olmayman deb o'yladim, lekin men juda ham xursandman. Ko'p narsani o'rgandim. Ayniqsa oxirgi 2 darsimizda sun'iy intellekt haqida o'rgatishdi bizga. Men juda shundan ta'sirlandim. Mana shu bo'yicha men davom ettirmoqchiman o'qishimni. Men juda qiziqib qoldim shunga. Darslarda, kursda Apple, Excel programmalarini ham o'rgandik, Word. Endi u meni soham bo'lmagan uchun sal mimo o'tkazib yubordim-ku, lekin meni qiziqishim ko'proq dizaynerlik bo'lgan uchun oxirgi darslar juda ham menga qiziq bo'ldi. Hozir ham shuni uyda ham davom ettiraman. Kelajakda yana o'qimoqchi bo'laman shu sohada, chunki o'zimda ishonch topdim. Kim qiziqishi bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsa, ish yuzasidan shu kompyuter sohasi kerak bo'lsa, bemalol shu akademiyaga kelishingizni tavsiya qilaman. Ustozlar juda ham xushmuomala, qayta so'rasangiz hech qanaqa erinmasdan javob berishadi. Hamma narsadan men mamnunman. Qo'shimcha uyga borganingizda qo'shimcha videolar bor, video darsliklar bor, hammasini ko'rib qayta tushunsangiz bo'ladi.